Assalomu alaykum hurmatli tizim xodimlari. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz oila va gender siyosatining ustuvor yo'nalishlari, mezonlari va modellari haqida gaplashamiz. Bugungi mavzuyimizda asosan 3 ta rejaga to'xtalib o'tamiz. Jumladan oila va gender siyosati, ya'ni uning tushunchasi, uning asosiy maqsadlari nima, yuritilishidan maqsad nima va uning huquqiy asoslari, strategik maqsadlar, ya'ni O'zbekistonda qanaqa maqsadlar qo'yib olingan shu ikkala siyosat yo'nalishida va shuningdek institutsional tizim va yondashuvlar haqida to'xtalib o'tamiz. Keling, birinchi o'rinda navbatda oila siyosati haqida to'xtalsak, uning tushunchasi. Ma'lumki, oila siyosati bu juda ham keng tushuncha bo'lib, uni tor ta'rifi ham bor va keng doirada ta'rifi ham bor. Lekin umumiy qilib aytganda, ya'ni o'sha olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar va davlatlar tomonidan yurgizilayotgan siyosat va boshqa adabiyotlarni, tahlillarni amalga oshirganimizda umumiy universal oila siyosatiga ta'rif beriladi. Jumladan, oila siyosati davlat tomonidan oilani qo'llab-quvvatlash, tug'ilishni rag'batlantirish, ota-ona va bolalar farovonligini ta'minlash hamda oila munosabatini tartibga solishga qaratilgan maqsadli chora-tadbirlar majmui deb ta'rif berib o'tiladi. Agar ushbu ta'rifga e'tibor qaratadigan bo'lsak, juda muhim kalit so'zlariga nazar tashlashingiz mumkin. Ya'ni oila siyosati bu juda ham, ya'ni ijtimoiy siyosatni tarkibida hisoblanib, ya'ni davlatlar mana shu oila siyosatini yurgizganda, ya'ni amalga oshirganda o'zini oldiga maqsadlar qo'yadi. Ushbu ta'rifda ham bir qancha maqsadlar mujassam etgan. Ya'ni birinchi, agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, demak, oilani qo'llab-quvvatlash, ya'ni davlat o'zini oldiga maqsad qiladi oilani qo'llab-quvvatlash. Nima uchun? Chunki jamiyatning asosiy tarkibiy qismlaridan biri bu oila. Ya'ni jamiyat bu oiladan boshlanadi. Shuning uchun qo'llab-quvvatlashga e'tibor qaratiladi. Va ikkinchi maqsadlardan biri, ya'ni muhim yo'nalishlardan biri tug'ilishni rag'batlantirish. Biz bilamiz, davlat uchun eng muhim omillardan biri, ya'ni eng muhim asosiy strategik yo'nalishlardan biri bu demografik barqarorlikni ushlab turish. Chunki demografik barqarorlik, ya'ni aholi tug'ilish va doimiy o'sha tug'ilishni rag'batlantirishga juda katta e'tibor qaratiladi. Chunki biz bilamiz, inson resurslari juda ham muhim rol o'ynaydi. Bu o'sha mehnat bozoriga kirib kelishi, mehnat bozorida o'rni, ishchi kuchi resurslari, mudofaa, bu genofond bilan hammasi demografiya bilan bog'liq hisoblanadi. Shuning uchun ham oila siyosati mana shu demografik muammolariga, umuman demografiyaga juda katta e'tibor qaratadi. Va shuningdek, ota-ona va bolalar farovonligini ta'minlash, ya'ni ota-ona va bolalar o'rtasida munosabatlarga e'tibor qaratiladi va shu yo'nalishda oilaviy munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan o'sha ma'lum bir chora-tadbirlarni amalga oshiradi. Ushbu slaydimizga agar e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, oila siyosatiga ya'ni juda ko'p o'lchovli tizim sifatida yondashilgan. Nima uchun? Chunki oila siyosati bu tor doiradagi siyosat hisoblanmaydi. Shuning uchun ham davlat unga har xil rakursdan, har xil nuqtai nazardan unga ta'sir o'tkazishga, rag'batlantirishga, umuman ya'ni turli xil rakursda, ya'ni e'tibor qaratishga harakat qiladi. Jumladan, oila siyosati bu ko'p o'lchovli tizim hisoblanib, ya'ni unga ma'lum bir ya'ni yo'nalishlar ta'sir qiladi. Ya'ni davlat mana shu o'lchovlar orqali oila siyosatiga bevosita va bilvosita ta'sir o'tkazadi. Jumladan, masalan, iqtisodiy o'lchov haqida to'xtaladigan bo'lsak, iqtisodiy o'lchov bu davlat oila siyosatiga, demak, nafaqalar, transfertlar, soliq siyosati orqali oilani moddiy farovonligini oshirishga, ya'ni kambag'allikni chiqarishga, kambag'allik tushib qolmaslikka, ya'ni oilaning o'sha oila siyosatiga e'tibor qaratayotganda ularning iqtisodiy nuqtai nazardan barqarorligini ta'minlashga qaratadi. Ya'ni uning asosiy rechagi bu turli xil moliyaviy nafaqalar, transfertlar, soliq siyosati orqali ta'sir o'tkazadi. Ikkinchi muhim o'lchov bu huquqiy o'lchov hisoblanadi. Demak, davlat oila siyosatini yurgizayotganda mana shu
oiladagi munosabatlarni tartibga solishda normativ huquqiy hujjatlar orqali ta'sir o'tkazadi. Biz bilamiz, oila bu er-xotin, ya'ni er-xotindan boshlanadi. Mana shu er-xotin demak nikohga kirishi, nikohlanishi, nikoh munosabatlaridan boshlab to ularda o'sha farzand tug'ilishi, ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlar, bular hammasi oila ichida bo'ladigan munosabatlar mana shu bu darajada tartibga, ya'ni huquqiy asosga ehtiyoj sezadi. Shuning nuqtai nazarda davlat kerakli normativ huquqiy hujjatlar ishlab chiqadiki, mana shu munosabatni tartibga solish maqsadida. Shuning uchun ham oila kodeksi qabul qilingan, oila kodeksida kerakli moddalar belgilab qo'yilgan, o'sha moddalar orqali er-xotin munosabatlari tartibga solib qo'yilgan va ota-ona va farzandlar o'rtasidagi munosabatlar ham tartibga solib qo'yilgan. Bu huquqiy o'lchov deganimizda faqat kodeks tushunilmaydi. Normativ huquqiy hujjatlar iyerarxiyasi bo'yicha mana shu konstitutsiya, ya'ni bosh qomusimiz konstitutsiyadan boshlab kerakli moddalarda mana shu oilaga oid moddalar ham aks etgan va boshqa kodeks va boshqa qonunlar, farmonlar orqali, qarorlar orqali ham oila siyosati yurg'iziladi. Keyingi o'lchovimiz bu demografik o'lchov. Yuqorida ham qisqagina to'xtalib o'tdik. Demografik o'lchov mana shu davlat asosiy e'tibor beradigan yo'nalishlardan biri. Demografik o'lchov nima? Demografik oddiy qilib aytganda bu asosan 4 ta narsa tushuniladi. Bu tug'ilish, o'lish, ko'chish, ketish, nikohlanish, asosiy kategoriyalar borki, mana shu jamiyatda aholini barqaror ushlab turishga e'tibor qaratiladigan kategoriyalar hisoblanadi. Demak, davlat o'zini aholisini ya'ni demografik barqarorlikni ushlab turish maqsadida demak nikoh munosabatlariga juda katta e'tibor qaratadi va shu bilan birga tug'ilishga e'tibor qaratadi va shu bilan birga mana shu tug'ilishning kamayib ketmasligiga ham e'tibor qaratadi. Chunki bu inson resurslari bilan bog'liq juda ham muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Shuningdek, demografik o'lchovda mamlakat harakat qiladi jamiyatda sog'lom farzandlar dunyoga kelish, sog'lom avlodlar dunyoga kelish. Ya'ni bu demografik o'lchov ichida ya'ni erta turmush, erta tug'ruq muammolarini bartaraf etish, qarindoshlik o'rtasida nikohlarni bartaraf etish ham kirib ketadi. Keyingi o'lchovimiz bu gender o'lchovi hisoblanadi. Ko'pchilik tushunadiki, ya'ni oila va gender ayro tushunchalar deb, ya'ni qarama-qarshi qo'yishadi, unaqa emas. Oila siyosatida ham, ya'ni gender o'lchov nuqtai nazaridan baholanadi. Ya'ni o'sha oilada er-xotin munosabatlari, ya'ni adolatli mezonlariga, adolatli munosabatlariga tayanishi, ikkalasiga teng shart-sharoitlar yaratib berishiga, ikkalasining huquqlari teng bo'lishiga, ya'ni davlat ikkalasini o'sha qobiliyatlarni ro'yobga chiqarish uchun ikkalasiga kerakli shart-sharoitlarni yaratib berishga shu o'lchov nuqtai nazaridan baho beradi. Keyingi o'lchovlarimiz bu institutsional o'lchov hisoblanadi. Institutsional o'lchov demak oilani barqarorligini saqlash, oila siyosatini yurgizishda demak davlat tomonidan kerakli xizmatlar ko'rsatiladi, ya'ni davlat organlari borki, xizmat ko'rsatish organlari va boshqa maktabgacha ta'lim muassasalari, maktablar va boshqa shunga o'xshagan tashkilotlar borki, bu oilaga xizmat qiladi. Ya'ni oilaga xizmat ko'rsatadi va shu bilan birga oila siyosatini har taraflama qo'llab-quvvatlash maqsadida mana shu institutsional o'lchov juda ham muhim rol o'ynaydi. Keyingi muhim o'lchovlarimizdan biri bu madaniy qadriyat o'lchovi hisoblanadi. Biz bilamizki, umumiy dunyoda asosiy umuminsoniy qadriyatlar va milliy qadriyatlarga bo'linadi. Milliy qadriyatlar bu juda ham muhim qadriyatlar hisoblanadi. Bu har bir mamlakat, har bir xalqning, millatning, illatning o'zini o'sha asrlar davomida tarixan shakllanib kelayotgan yaxshi qadriyatlar
ega, ular avloddan avlodga o'tib kelayotgan ijobiy qadriyatlar borki, davlat mana shu qadriyatlarni saqlab qolishga va avloddan avlodga, oila orqali keyingi avlodga voris qilib qoldirishga davlat ham juda katta e'tibor qaratadi. Keyingi slaydimizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana biz yuqorida oila siyosatiga ko'p o'lchovli tizim sifatida baho berdik. Ya'ni davlat mana shu yuqorida 6 ta yo'nalish orqali demak oila siyosatiga ta'sir o'tkazar ekan. Endi ushbu slaydimizda oila siyosatining maqsadlari haqida to'xtalib o'tamiz. Demak, har qanday siyosatning olib borilishida maqsad yotadi. Shu jumladan oila siyosatini ham maqsadlari bor va biz bu maqsadlarni, ya'ni tadqiqotlar olib borishimiz natijasida, xorijiy mamlakatning tajribasini o'rganish natijamizda shunday xulosaga keldikki, asosan 3 ta darajaga bo'ldik bu maqsadlarni. Ya'ni birlamchi maqsadlar, ikkilamchi maqsadlar va instrumental maqsadlarga bo'ldik. Va buni darajaga bo'lib chiqdik. Birinchi daraja, ikkinchi daraja va uchinchi darajadagi maqsadlar. Agar slaydimizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, biz maqsadlarni bosh harf bilan belgilab oldik, M harfi bilan va yoniga raqamlab qo'yib chiqdik. M1, M2, M3 ko'rinishda. Demak, agar birlamchi maqsadlarga e'tiboringizni qaratadigan bo'lsangiz, demak, birinchi o'rinda demak davlat uchun muhim bo'lgan narsa bu demografik barqarorlik, bolalar farovonligi, gender tenglik maqsadlar birinchi o'ringa chiqyapti. Endi bu davr nuqtai nazaridan ham bu maqsadlar joy almashinib turishi mumkin. Lekin hozirgi kunga kelib davlatlar uchun eng muhim bo'lgan maqsadlardan biri birinchisi bu demografik barqarorlik. Chunki agar rivojlanayotgan mamlakat, umuman rivojlangan mamlakatlarga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, yuqori rivojlangan industrial jamiyatlar, masalan Yevropa mamlakatlari, AQSh yoki Yaponiya, Janubiy Koreya mamlakatlariga nazar tashlangiz, ularda tug'ilishlar soni yildan yilga kamayib borayotganligi, umuman nikohlanuvchilar soni yoshi ortib borayotganligi, nikohga kiruvchilar ham bu kamayib borayotganligi natijasida demak o'sha mamlakatda tug'ilishlar soni kamayib ketishiga, mavjud aholining esa doimiy qarib borishiga olib kelayotganligi bu davlatga o'z-o'zidan pensiya tizimiga, byudjetiga juda katta bosimni olib kelishiga olib kelmoqda. Sabab, agar tug'ilishi bo'lmasa, o'z-o'zidan bu mehnat bozoriga yangi ishchi kuchi kirib kelmaslikka, yangi kadrlarning kirib kelmaslikka va o'sha davlat boshqa davlatlarning aholisiga, ya'ni kadrlariga, ya'ni aholi resursiga muhtoj bo'lib qolishiga bu ya'ni xavflarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun davlatlar harakat qiladi. Mana shu demografik barqarorlikka, umuman demografiyani barqaror ushlab turishga harakat qiladi. Shu jumladan bizning mamlakatimiz ham mana shu demografiya barqarorligiga, ya'ni tug'ilishga, nikohlanishlariga, ya'ni nikoh quruvchilariga va sog'lom farzandlar dunyoga kelishi juda katta e'tibor qaratadi. Bu tarixdan biz bilamizki, juda ko'p ya'ni tajribalar borki, bu boshqa biz mamlakat, umuman boshqa mamlakatlar uchun ham bu tajriba hisoblanadi. Masalan, Xitoyda 1970-yillardan boshlab ma'lumki bir bola siyosati olib borilgan. Ya'ni har bitta oilada ikkinchi farzand tug'ilganda demak ularga juda katta miqdorda soliq solinishi va jazo, har xil jarimalarni qo'llanish evaziga faqat bitta bola bilan chegaralangan. Va bu o'z-o'zidan boshqa salbiy oqibatlarni keltirib chiqargan. Ya'ni o'sha oila agar qiz farzand ko'rayotgan bo'lsa, o'sha qiz farzanddan voz kechish holatlar juda ham ko'payib ketgan. Va bugunga kelib ham mana 2020-yillarga kelib bu ya'ni bir bola siyosatdan voz kechilgan, lekin o'sha o'z vaqtida noto'g'ri olib borilgan mana shu siyosat hozir kungacha ham juda katta salbiy oqibatlari saqlanib qolmoqda va shu ta'siri o'tkazilmoqda. Endi keyingi maqsadimiz mana bu demografiya barqarorlik bilan uzviy bog'liq, bu bolalar farovonligi. Nima uchun? Chunki har qanday
jamiyatda, mana shu har qanday davlatda sog'lom naslning dunyoga kelishiga ham sog'lom, ham jismoniy, ham ruhiy jihatdan sog'lom qizlar, yigitlarni tug'ilishiga davlat juda ham katta e'tibor qaratadi. Har taraflama bu juda ham muhim. Chunki agar o'sha jamiyatda, o'sha mamlakatda kasalmand bolalar ko'payib ketsa, kasallik bilan tug'ilayotgan bolalar ko'payib ketsa, bu o'z-o'zidan ham davlatda kelajakda ya'ni yaxshi kadrlarni yetishib chiqmasligiga va o'z-o'zida agar bu narsalar ko'payib ketsa, ya'ni kasal bolalar ko'payib ketsa, o'z-o'zidan davlatga ham, ya'ni byudjetiga juda katta zarar olib kelishiga holatlarni keltirib chiqarish mumkin. Shuning uchun ham bizning mamlakatimiz hozirgi kunda juda katta e'tibor qaratayotgan yo'nalishlardan biri bu qarindoshlar o'rtasidagi nikohga juda katta kurashib olib borilmoqda. Chunki mana shu tadqiqotlarga ko'ra hozirgi kunda bolalarda har xil turdagi irsiy kasalliklarning ko'payib ketayotganligi, ulardagi immunitetdagi muammolarning ko'payib ketayotganligi bu o'zida xavf tug'dirmoqda. O'shaning uchun davlat bu ya'ni maqsadni oldiga qo'yib qo'ygan, ya'ni bolalar farovonligi, ularning sog'lom, baxtli hayot turmush tarzini ta'minlashga davlat katta e'tibor qaratadi. Keyingisi gender tenglik. Bu o'z-o'zida mana shu jamiyatda biz bilamizki, agar O'zbekistonda 38 million aholi bo'lsa, demak uning yarmi ayollardan tashkil topgan, yarmi erkaklardan tashkil topgan. Demak, shu ayollarimizni, qizlarimizni, opa-singillarimiz jamiyatimizning bir bo'lagi sifatida davlat ularga teng shart-sharoitlar, imkoniyatlar yaratib berishga katta e'tibor qaratadi va kerakli maqsadlar, kerakli yo'nalishlar orqali, imtiyozlar orqali ularni qo'llab-quvvatlashadi. Keyingi bu yuqorida sanab o'tganlarim bular hammasi birinchi darajali maqsadlar edi va keyingi ikkilamchi maqsadlar bular oilani kambag'allikdan chiqarish, kambag'allikni qisqartirish, ularni iqtisodiy farovonligini ta'minlash bu ikkilamchi maqsadlarga, ikkinchi darajali maqsadlarga kiradi. Davlat harakat qiladi ularni qo'llab-quvvatlashga, daromadli qilishga, ishli qilishga. Chunki agar oilalarda kambag'al, ya'ni kambag'al oilalar ko'payib ketsa, bu o'z-o'zidan u oilada o'sayotgan farzandlar sifatli ta'lim ololmasligi mumkin yoki sifatli tibbiy xizmatlarni foydalana olmasligi mumkin. Eng muhimi, ta'limdan orqada qolib ketishi mumkin. Shuning uchun ham davlat harakat qiladi o'sha oilalarni demak daromadli qilib, kambag'allikni chiqarishga va ularni o'qitish, ta'lim berish, kasb o'qitish orqali ularni demak farovonlik ta'minlashga e'tibor qaratar ekan. Keyingi yo'nalishimiz masalan ya'ni oila institutini mustahkamlash. Bu nima degani? Oila institutini mustahkamlashga, ya'ni ularni har taraflama, ya'ni oilalarni barqaror ushlab turishiga, ajrimlarni minimal holatga keltirishga, ya'ni ajrimlar sonini oshib ketmaslikka davlat ham katta e'tibor qaratadi. Nima uchun? Chunki bizda asosiy qadriyatlarimizdan biri bu oila muqaddasligi hisoblanadi. Ya'ni davlat ham mana shu oila muqaddas bo'lganligi uchun o'sha oilani tinch totuvligini ta'minlash, oilada o'sha nizolarni vaqtida bartaraf etish, oilada sog'lom muhitni ta'minlash maqsadida o'sha institutsional jihatdan barqaror bo'lishiga davlat juda katta e'tibor qaratar ekan. Endi uchinchi darajali instrumental maqsadlarimizdan biri bu mana shu yuqorida sanab o'tgan birlamchi, ikkilamchi maqsadlarga xizmat qiluvchi, ularniga demak o'sha maqsadlarni to'liq ro'yobga chiqarishga yordam beruvchi instrumentlar, maqsadlar borki, bular o'sha yuqorida sanab o'tilgan maqsadlarga xizmat qiladi. Jumladan masalan mehnat, ya'ni oila balansini ta'minlash. Ya'ni bu nima degani? Biz bilamizki, hammamiz ishlaymiz, ya'ni oilamizni, bolamizni, farzandlarimizni boqish maqsadida demak ertadan kechgacha biz ishlaymiz. Lekin bu ishlaymiz deb
yaxshi yashashimiz kerak deb, daromadli, yana ko'p pul topishimiz kerak deb farzandlarimiz bilan o'tkazayotgan vaqtimizni biz boy berib qo'ymasligimiz kerak. Demak, har narsada me'yor bo'lishi kerak. Ishda ham, oilada farzandlar bilan vaqt o'tkazish, ularning tarbiyasida mas'ul ekanligimizni ham hisobga olgan holda, demak, belgilangan vaqtda ishga borish, ishlab kelish va qolgan vaqtlarni qo'limizdan kelgancha farzandlarimiz bilan vaqt o'tkazib, ularning tarbiyasida faol ishtirok etishga mana shu instrument orqali juda katta rol o'ynaydi. Bu o'z-o'zidan nimaga olib keladi? O'sha oila institutini mustahkamlashga, farzandlarimiz sog'lom, ham aqlan, ham ruhan voyaga yetishga zamin yaratadi. Va boshqa, demak, ijtimoiy xizmatlar sifatini yaxshilash, ijtimoiy xizmatlarni ko'rsatish yoki maktabgacha ta'lim muassasalarini ko'paytirish, bolalarni to'liq sifatli bog'chalar bilan ta'minlash, bular hammasi instrumental maqsadlarga kirib ketadi. Endi keyingi saytimizga e'tibor beradigan bo'lsangiz, oila siyosatining tarkibiy elementlarini keltirib o'tganmiz. Mana yuqorida biz maqsadlarga to'xtaldik. Endi asosiy elementlari nima? Biz ushbu slaydimizda eng muhim bo'lgan 12 ta elementni biz ro'yxatini keltirganmiz va pastda mana shu elementlar qaysi maqsadga ko'proq xizmat qilishini biz matritsa orqali ko'rsatib berganmiz. Agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, yuqorida o'sha 12 ta elementni biz guruhlaganmiz, ya'ni A, B, S harflarda guruhlaganmiz. Demak, A guruhiga, demak, moliyaviy vositalar deb, demak, ularga qanaqa elementlar kirishini mana shu A1, A2 orqali ro'yxatini keltirib qo'yganmiz. Ya'ni o'sha moliyaviy vositalar, soliq siyosati, nafaqalar, demak, uy-joy ta'minoti orqali, demak, oilaga ta'sir o'tkazish davlat. Bu elementlarni biz eng muhim bo'lgan elementlarni sanab o'tganmiz. Yoki xizmat ko'rsatish vositalari guruhida muhim elementlar sifatida, demak, bolalar parvarishi yoki ularni maktabgacha ta'lim muassasalari, ya'ni bog'chalar bilan qamrab olishni qo'yganmiz birinchi o'rinda, yoki sog'liqni saqlash xizmatlari yoki oilaviy poliklinikalar, o'sha bolalarga kasal bo'lganda ularni sog'lig'iga e'tibor qaratiladigan xizmatlar, ularning sog'lig'ini yaxshilashga xizmat qiladigan xizmat turlarini keltirib o'tganmiz, yoki ijtimoiy xizmatlar, ta'lim va boshqalarni biz element sifatida keltirib o'tganmiz. S guruhiga esa me'yoriy tartibga solish deb baholadik. Bunga asosan mana shu ota-onalik ta'tili siyosatini qo'llab-quvvatlash. Nafaqat onalar ta'tili, otalar ta'tiliga ham e'tibor qaratishni biz qo'yganmiz, chunki rivojlangan mamlakatlarga tajribasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, masalan, jumladan Skandinaviya kabi mamlakatlar, Finlandiya mamlakatlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, har doim otalar ta'til olishadi. O'sha farzand dunyoga kelganda yoki farzandlar bilan ko'proq vaqt o'tkazish maqsadida o'sha davlat idoralari tomonidan ularga otalik ta'tillari, ya'ni 2 haftalik, 1 oylik ta'tillar berilar ekan. Mana shu ta'tillar ham ularni, demak, imkoniyat yaratiladi, oilada ko'proq vaqt o'tkazishga zamin yaratiladi. Bu o'z-o'zidan, ya'ni oilani yanada mustahkamlashga olib keladi. Va boshqa, ya'ni mehnat va oila balansi va huquqiy normativ huquq hujjatlarni yanada takomillashtirib borish, zamonaviy dunyoga moslashtirish, bular mana shu elementlarni misol qilib keltirganmiz. Ya'ni 12 ta elementni biz asosiy ro'yxat sifatida keltirib o'tganmiz. Va pastda yuqorida sanab o'tilgan o'sha 1-2 ta maqsadlarni misol qilib aytadigan bo'lsak, mana masalan, demografik barqarorlikka qaysi elementlar kuchliroq ta'sir qilishini biz matritsa orqali ko'rsatib bergan. Masalan, A1, A3lar juda ham kuchli ta'sir qilishini biz keltirib o'tganmiz. Qolganlar o'rtacha bog'liqlik va zaif bog'liqlik ko'rinishida biz, ya'ni ranglarga bo'lib chiqqanmiz. Yoki bolalar farovonligiga qaysilar ta'sir qilishi, qaysi elementlar, masalan, A1 moliyaviy transfertlar juda ham katta ta'sir qiladi, yoki B1lar maktabgacha muassasalar bilan qamrab olish juda ham ta'sir qiladi. Agar bolalarda
to'liq bog'cha bilan qamrab ololmasak, ya'ni bizda O'zbekistonda bog'chalar soni kam bo'lsa, o'z-o'zidan demak bolalar ko'proq uyda qolishiga va ularga o'sha parvarishlash masalasi demak dolzarb bo'lishiga olib kelar ekan. Bular ham juda ham muhim ilmiy maqsadlar va elementlar hisoblanar ekan. Va keyingi slaydimizga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, mana biz yuqorida aytib o'tdik, demak oila siyosati nima ekanligi, unga qaysi rakursda ko'rishimiz kerakligi, ya'ni ko'p o'lchovli bo'lganligi, maqsadlari va o'ziga yarasha o'sha maqsadlari borligi va elementlar orqali unga ta'sir o'tkazishni biz mana qisqacha to'xtalib o'tdik. Ushbu slaydimizda esa demak oila siyosatiga xalqaro tashkilotlar nuqtai nazardan biz baho beramiz. Ya'ni qanday xalqaro tashkilotlar borki, mana shu oila siyosatiga qanday e'tibor qaratadi. Biz bilamizki, mana Birlashgan Millatlar Tashkiloti deymizmi, Xalqaro mehnat tashkiloti deymizmi, yoki iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti deymizmi, UNICEF deymizmi yoki Yevropa ittifoqi deymizmi, shunday muhim bo'lgan tashkilotlar borki, ular o'z nuqtai nazaridan rakursdan ular e'tibor qaratishadi. Masalan, BMT oila siyosatiga inson huquqlari nuqtai nazaridan e'tibor qaratadi. Ya'ni oilada har bir shaxsning, individning o'ziga yarasha huquqlar borligi, erni ham, xotinni ham shuningdek u yerdagi bolalarni ham o'zi huquqlari borligi va shu huquqlar insoniy huquqlarga ega ekanligi va juda ham muhim ekanligi nuqtai nazaridan baho beradi. Va muhim bir konvensiyalar ishlab chiqiladi va shu konvensiyalar orqali mana shu tartibga solinadi. Yoki Xalqaro mehnat tashkiloti oila siyosatiga, ya'ni mehnat va oila munosabatlari nuqtai nazaridan e'tibor qaratadi. Ya'ni Xalqaro mehnat tashkiloti bu yerda mehnat va oila balansini ushlab turish maqsadida mana shu ta'til masalalari, o'z vaqtida ta'til olish, o'z vaqtida oila bilan birga vaqt o'tkazishga juda katta e'tibor qaratadi. Mana onalik ta'tili, otalik ta'tiliga juda katta e'tibor qaratiladi. Yoki shunday konvensiyalar borki, Xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan ular, ya'ni oilaviy majburiyati tufayli kamsitilmaslikka katta e'tibor qaratiladi. Ya'ni biz bilamizki, qaysidir oilalarda qaramog'ida o'sha yoshi kattalar, ularning o'sha ota-onasi borligi yoki nogiron farzandlar bo'lsa, yoki nogiron ayoli yoki nogiron eri bo'lsa, mana shu ularda o'sha oila a'zosining o'zi majburiyati bo'ladi, ularga o'sha g'amxo'rlik qilish. Shu majburiyati uchun ham kamsitilmaslikka, ularga kerakli shart-sharoitlarni, ya'ni o'sha tashkilotlar tomonidan yaratib berishiga demak mana shu Xalqaro mehnat tashkiloti juda katta e'tibor qaratar ekan. Va davlatlarga demak ma'lum bir yo'nalishlarda ularga ko'rsatmalar berar ekan. Va shu bilan birga iqtisodiy taraqqiyot va hamkorlik tashkiloti ham oila siyosatiga, ya'ni iqtisodiy rakursda e'tibor qaratiladi. Ya'ni oila siyosatiga o'sha har qanday sarflanayotgan davlat tomonidan xarajat bu investitsiya nuqtai nazaridan baholanadi. Ya'ni aytiladiki, oilaga qancha ko'p investitsiya, ya'ni pul kiritilsa, bu o'z-o'zidan ularni ma'lum bir vaqt oralig'ida davlat byudjetiga qo'shimcha yana tushumlarni olib kelishiga, ya'ni byudjetiga pullar olib kelishiga yoki umuman davlat uchun foydali ekanligini, ya'ni har xil siyosat, ya'ni nazariyalar, amaliyotlar orqali isbotlashga harakat qiladi. Va ularda shunday tamoyil borki, har bitta bolaga $1 investitsiya qilinishi kelajakda $7-12 qaytim, ya'ni qaytishiga, ya'ni qaytim bo'lishiga bular hisob-kitoblar qilishganki, davlatlarni demak shuni, ya'ni xarajatlarni yalpi ichki mahsulotdagi mana shu xarajatlar ulushini yildan yilga oshirib borishga demak ular ta'sir o'tkazishga harakat qiladi. Yoki UNICEF xalqaro tashkiloti bolalar huquqlariga juda katta e'tibor qaratadi. Ya'ni bu yerda o'sha bolalarni zo'ravonligini himoya qilish, bolalar umuman zo'ravonlikdan jismoniy, ruhiy va har xil
turlaridan himoya qilishga, ularni qadr qimmatini, demak, himoyalanishga, ularni sog'lom o'sishiga, ruhan sog'lom, ma'nan o'sishiga, demak, mana shu tashkilot juda katta e'tibor qaratar ekan va kerakli resurslarni jalb qilar ekan, yo'naltirar ekan. Shu bilan birga Yevropa ittifoqi ham, ya'ni o'zlarini o'sha davlatlarini Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan davlatlariga majbur, ya'ni oila siyosatini yurgizishda nimalarga e'tibor berish kerakligini kerakli siyosatlar orqali, kerakli hujjatlar orqali tartibga solinib turar ekan. Endi asosiy slaydimizga keladigan bo'lsak, umuman bizning mamlakatimizda oila va gender siyosati asosan ikki davrga bo'lishimiz mumkin. Bu 91-yildan 2016-yilgacha bo'lgan davr va 2017-yildan hozirgi kungacha bo'lgan davrlarni bo'lishimiz mumkin. Nega biz ikki davrga bo'lamiz? Chunki mustaqillikdan boshlab bizda fundamental asoslar qurila boshlandi. 91-yillardan boshlab 92-yilda masalan konstitutsiya qabul qilingan bo'lsa, demak, o'sha konstitutsiyada ham oila munosabatlarini tartibga solishga qaratilgan moddalarning qabul qilinishi, yozilishi yoki er-xotin o'rtasidagi huquqlarning teng ekanligi va ularga yaratilgan shart-sharoitlar teng ekanligini e'tirof etilishi mana shu tamal toshlardan hisoblanadi. Yoki 98-yilda oila kodeksining qabul qilinishi, umuman oilaga xizmat qiladigan tashkilotlar, oila qo'mitalarining tashkil etilishi, bu o'z-o'zidan institutsional shakllanishi, ya'ni tamal toshlarning qo'yilishiga olib kelindi. Va o'zida agar esingizda bo'lsa, mana tarixdan yillar nomiga o'sha ona-bola ya'ni ona-bola nomining qo'yilishi, onalar va bolalar salomatligiga juda katta e'tibor qaratilishi, bu o'zidan ana shu davrda fundamental asoslarni qurilganligi, institutsional zamin yaratilganligidan dalolat beradi. Va 2017-yillardan boshlab yanada takomillashgan davr hisoblanadi. Bu o'zidan mana shu oila siyosatini yanada yangi bosqichga olib chiqish, gender siyosatini yangi bosqichga olib chiqish, normativ huquq hujjatlarni yanada takomillashtirishga juda katta e'tibor qaratildi. Jumladan 2019-yilda sentyabrda qabul qilingan egizak eng muhim qonunlarimiz, xotin-qizlar va erkaklarning teng huquqligi to'g'risidagi qonunimiz yoki xotin-qizlarning tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunlarimiz, bu juda ham muhim yutuqlarimizdan biri hisoblanadi va bu narsa mana shu faol islohotlar va tizimli o'zgarishlar davri deb baholanmoqda. Va xalqaro hamjamiyatlar, xalqaro tashkilotlar tomonidan mana shu ushbu yutuqlarimiz e'tirof etilib borilmoqda. Keling, yuqorida biz oila siyosatiga to'xtalib o'tdik. Endi qisqacha gender siyosatiga ham to'xtalib o'tsak. Gender siyosati bu ayollar yoki erkaklar o'rtasida tanlash emas, balki jamiyatning ikkala yarmidan to'liq foydalanish san'ati deb ta'rif beriladi. Ya'ni bu nima degani? Yuqorida biz aytib o'tdik, 38 million aholi bo'lsa, uning teng yarmi opa singillarimiz, ayollarimiz, qizlarimiz hisoblanadi. Ular ham jamiyatning bir a'zosi sifatida, demak, ularning ham huquqlari borki, mana shu o'zlarining qobiliyatlarini to'liq ro'yobga chiqarish, jamiyatga o'zlarining foydasini hissalarini qo'shish, ya'ni o'sha hunarlari orqali, bilimlari orqali jamiyatga foydasini tegishni xohlashadi. Shu nuqtai nazardan davlat harakat qiladi, ularga ham shart-sharoitlarni yaratib berishga e'tibor qaratadi. Chunki tadqiqotlarga ko'ra, o'sha qizlarimizni ham, opa-singillarimizni ham demak qobiliyatlardan biz foydalansak, mamlakatimizga juda ham katta ham iqtisodiy nuqtai nazardan ham ma'naviy nuqtai nazardan juda katta foydali ekanliklarini bu isbotlangan. Endi O'zbekistonda o'ziga xos gender siyosati ekotizimi ishlab chiqilgan. Bu yuqori o'sha 6 bosqichli qatlamdan tashkil topgan. Ya'ni dastlab birinchisi
ya'ni huquqiy bazaning takomillashtirib borilishi, davlat mexanizmlari, xizmat ko'rsatish sohasining bu siyosatga yo'naltirilganligi, fuqarolik jamiyati va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikning amalga oshirib borilishi va baholash tizimi, bular orqali ya'ni O'zbekiston o'zining gender siyosati ekotizimi ishlab chiqilgan va ma'lum bir ma'noda tajriba shakllantirmoqda va boshqa davlatlarga o'rnak bo'lmoqda. Agar to'xtaladigan bo'lsak, masalan, birinchi qonunchilik bazasining doimiy takomillashtirib borilishi, men yuqorida bir ikkita qonunlarimizni aytdim. Parallel oila kodeksidagi ayrim moddalarniga takomillashtirilishi. Masalan, bilamizki, nikoh yoshi, oila moddasida nikoh yoshi bilan bog'liq, oila kodeksida nikoh yoshi bilan bog'liq modda borki, oldin qizlarimiz 17 yoshda turmushga chiqqan bo'lsa, yigitlarimiz 18 yoshda turmushga chiqqan. Lekin bizda vaqtida mana shu erta turmush holatlari, muammolari kuchayib ketganligini evaziga mana shu muammoni bartaraf etish maqsadida davlat demak mana shu nikoh yoshini qayta ko'rib chiqishga e'tibor qaratdi va 2019-yildan boshlab qizlarimiz ham yoshi demak 17 yoshdan 18 yoshga, ya'ni ham o'g'il yigitlarimiz ham qizlarimiz 18 yosh qilib nikoh yoshi belgilab qo'yildi. Nima uchun? Demak, bu narsa takomillashtirib borilmoqda, ya'ni kerakli qonun osti hujjatlarimiz, normativ huquq hujjatlarimiz takomillashtirib borilmoqda. Mehnat kodeksimiz, boshqa normativ huquq hujjatlar, jinoyat kodeksi, ma'muriy kodekslarimiz ham takomillashtirib borilmoqda. Yoki oilaviy zo'ravonlik to'g'risida jinoiy choralarning kuchaytirilishi, bular hammasi demak mana shu huquqiy bazamiz takomillashishiga olib kelmoqda. Keyingi muhim asosiy yutuqlarimizdan biri, ya'ni normativ huquqiy hujjatlarimizdan eng muhim yutuqlardan biri bu O'zbekiston o'zining gender tenglikka erishish milliy strategiyasi qabul qilingani. Bu 2021-yilda qabul qilingan Oliy Majlis Senati tomonidan, ya'ni 2030-yilgacha biz 11 asosiy vazifani belgilab qo'yilgan holda va 8 ta yo'nalishda belgilab qo'ygan holda biz oldimizga, ya'ni gender tenglikka erishish milliy strategiyasini ishlab chiqqanmiz va unda 61 ta maqsadli ko'rsatkichlarni belgilab qo'yganmiz. Agar asosiy 8 ta ustuvor yo'nalishiga to'xtaladigan bo'lsak, mana ushbu slaydda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni saylovlarda ayollarimiz, ya'ni xotin-qizlarning ulushini oshirish, ta'lim, ilm, fan, sport, innovatsiya yo'nalishida xotin-qizlarimizni rag'batlantirish, ta'ziz zo'ravonlikdan himoya qilish va ijtimoiy himoya qilish, mehnatda, kasbda har taraflama bilan qo'llab-quvvatlashni biz asosiy yo'nalishlar qilib belgilab olganmiz. Va shuningdek biz 61 ta ko'rsatkich ishlab chiqqanmiz. O'sha yo'nalishlar bo'yicha, ya'ni ta'lim, fan, sog'liqni saqlash yo'nalishida asosan 26 ta ko'rsatkich shunga qaratilganligi yoki ijtimoiy iqtisodiy sohada xizmat qiluvchi ko'rsatkichlarni ishlab chiqqanligimiz. Masalan, saylov yo'nalishida, saylov partiyalarida ayollarimizning ulushini yildan yilga oshirib borish yoki rahbarlik lavozimida ayollarimiz ulushini ko'payib borishi, ularning ish haqqi tafovutini, ya'ni erkaklar va ayollar o'rtasida ish haqqi tafovutini qisqartirib borish yoki ilm fanda, STEM yo'nalishlarida qizlarimizni ulushini oshirish, ularni kasbli qilish, sport yo'nalishida ularni rag'batlantirib, mana shunga o'xshagan ilm fanda ularni rolini oshirish, shu kabi biz asosiy ko'rsatkichlarni biz belgilab qo'yganmiz va 2030-yilgacha maqsad qilib olganmizki, ya'ni mana shu 61 ta ko'rsatkichni biz erishishni maqsad qilib qo'yganmiz. Va men ushbu slaydda ayrimlarni misol qilib keltirib o'tganmiz. Masalan, saylovlarda yoki ilm fanda, PhD yo'nalishida, ish haqqi tafovutida har xil
ko'rsatkichlarni biz mana misol sifatida keltirib o'tganmiz. Masalan, PhD darajasi dastlabki holat 1411 nafar PhD bo'lgan bo'lsa 2021-yillarda. Shuni biz 2030-yilga borib 3700 nafarga yetkazishni biz maqsad qilib qo'yganmiz. Endi yuqoridagi demak ikkita siyosatdan kelib chiqib biz oldimizga demak qaysi yo'nalishga yana endi ko'proq e'tibor qaratishimiz kerakligini bir taklif sifatida tavsiyalarimiz borki, ya'ni oilaviy barqarorlikni mustahkamlash uchun nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak bundan buyog'iga. Biz birinchi o'rinda o'sha ota-onalik ta'tillari va oilaviy mas'uliyatlarni teng taqsimlashga juda katta e'tibor qaratishimiz kerak. Ya'ni otalar ta'tili, otalar uchun o'sha majburiy ota-onalik ta'tilini joriy etish kamida 2 hafta deb qo'yganmiz. Ya'ni biz xorijiy tajribalardan kelib chiqib uyish va parvarish holatlarni, ya'ni ham o'sha faqat ayollarda nagruzka tushib ketmasligi uchun ham erkaklar, ya'ni otalar ham teng faol ishtirok etishga rag'batlantirishga biz yoki muhim mana shu yo'nalishda e'tibor qaratishimiz kerakligini biz mana shu slaydda aytib o'tganmiz. Keyingisida bolalar parvarishi infratuzilmani kengaytirish va sifatini oshirish. Bunda nima demoqchimiz? Biz bilamizki, hozirgi kunda mana O'zbekiston 2030 strategiyasida ham 2030-yilgacha borib bolalarni bog'cha bilan, ya'ni maktabgacha ta'lim muassasalari bilan qamrab olishni asosan 3 bilan 6 yoshdagi oraliqdagi bolalarimizni 80% dan oshirishni biz maqsad qilib olganmiz. Hozirgi kunga kelib o'rtacha 74% ni tashkil qilmoqda. Biz 80% dan oshirish maqsad qilib qo'ydik. Bu juda ham yaxshi. Biz lekin taklif qilmoqmizki, mana shu 3 dan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarimizni 90% ga yetkazishni biz taklif qilmoqdamiz va shu bilan birga biz xohlardikki, nafaqat 3 bilan 6 yosh, 0 va 3 yosh oralig'idagi bolalarimizni ham qamrab olish, ularga xos bog'chalar infratuzilmasini yaratishni biz taklif qilib qo'yamiz, chunki bu juda ham muhim hisoblanadi va shu bilan birga korxonalar huzurida, universitetlar huzurida bog'chalar faoliyatini yo'lga qo'yish. Biz bilamizki, bizda asosiy qizlarimiz turmushga chiqqandan keyin ular farzandli bo'lishadi. Ularning ko'pchiligi o'sha 3-4-kursda o'qiyotgan qizlarimiz hisoblanadi yoki magistraturada o'qiyotgan qizlarimiz hisoblanadi. Agar respublikamizda 200 dan ortiq universitetlar bo'ladigan bo'lsak, agar har birida bog'chalar infratuzilmasini, ya'ni huzurda bog'chalarni yo'lga qo'yilsak, shu qizlarimizga ham juda ham katta yordam qilgan bo'lamiz. Ular o'qishlarida chalg'imagan holda, ko'ngillarini to'q qilgan holda o'qishlari mumkin, sifatli ta'lim olishlari mumkin. Ya'ni ertaga masalan universitetga kelgan holda bolalarni ishonchli qo'llariga o'sha universitet huzidagi bog'chaga berib, o'zlari o'qishga kirib ketishi mumkin. Bu juda ham muhim hisoblanadi. Va keyingi yo'nalishimiz bu davlat qarorlarida oila manfaatlar prizmasi orqali tahlil qilish. Umuman bundan buyog'i har qanday qabul qilinayotgan normativ huquq hujjat bo'ladimi, siyosat bo'ladimi, bir qaror ishlab chiqiladimi, chora-tadbir ishlab chiqiladimi, konsepsiya ishlab chiqilayotganda shu ishlab chiqilayotgan siyosat, qaror, konsepsiyalar, maqsadlar, chora-tadbirlar demak oila manfaatlar prizmasi orqali baholanishi lozim. Ya'ni bu siyosat oilalarga qanday ta'sir qiladi? Uni salbiy oqibatlari yo'qmi? Manfaatli tomonlari qanchalik yaxshi baholangan, qanchalik hisobga olinganligi, demak bu narsa oldindan baholanishi kerak va salbiy xavf-xatarlarni oldindan baholab uni mana shu bartaraf etish lozim bo'ladi. Asosiy
mavzuyimiz shundan iborat edi. Demak, biz yuqorida slaydimizda xulosa qilib aytadigan bo'lsak, oliy siyosat tushunchasi nima ekanligi, maqsadlari va qaysi elementlar orqali unga ta'sir qilishimiz kerakligi va nima uchun bu ko'p o'lchovli tushuncha ekanligini biz tahlil qildik, muhokama qildik, tushuntirib berdim va xalqaro tashkilotlarda qaysi prizma orqali ko'rinishi, gender siyosat nima ekanligi, uning asosiy yo'nalishlari, bizning maqsadlarimiz nima ekanligi va kelajakda nimalarga e'tibor berish kerakligini biz ushbu darsimizda qisqacha to'xtalib o'tdik. E'tiboringiz uchun rahmat.